Ko'rgan bo'lsalaring kattasini olib kelibdi. To'g'risi men buni oldin yemoqchi bo'lganman. Hozir kuniga 10 ming so'mdan tashlab 520 ming so'mga ikkitasini olib keldim. Bitta donasi 260 ming so'mdan yeb ko'ramiz va sizga baho beramiz. Pistali bilan qulpin oyligini oxirida yeymiz. Mana unisi yangi chiqqan ekan. Qani bismillah. Wow, haqiqiy qimmat shokolad ishlatilgan. İçinde bana ko'rayotgan oq narsasi marshmallow ekan. Bu Mars shokoladga o'xshab ketar ekan. Endi men o'zim ham rosa yegim kelgan. Pistaligini yeb ko'ramiz. Oho. Wow, to'g'risi 1,5 oy pul to'plab oluvdim. Pulga arzir ekan. Do'stlar, bu videoga like bosishni unutmanglar. Original faqat menda bo'ladi.